Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana sotiladigan 2 bosh bonajinimiz bor mana. Kuragi yo'q. Bunisini kuragi yo'q, bunisi ikkita chiqyapti endi. Yuvosh deydi. O'ta yuvosh mana yuvoshliklar. Mana yelini solib qo'yib keling, ko'rsatib qo'ying. Mana yelinlar, so'skalar mana. Mana. Yelinlari mana oq yelin mana. Mana yelinlar. O'ta yuvoshliklar. Chandiran solib qo'yib keliga. 4,5 oylik. 5-oyga qarab ketyapti bu g'oz. Mana chandirlar. Mana. Kurashlarga ko'rsatib qo'ying, kurash yo'qlar. Yengil arzon. Puli yengil. Kuragi ikkita chiqaryapti endi. Bu ikkita chiqaryapti kuragini. Yani ikkita chiqaryapti. Endi chiqaryapti. Narigisi kuragi yo'q. O'ta chiroyli ekan, harqalari ham. Mana. Pachka harqalari ham shved. Mana. Bo'g'oz 4 oydan o'tgan bo'g'oz mana. Birinchisiga yosh ko'chatib qo'yadi mana. Buni puli 16,300,000 so'mgacha. Xayri bor, xayriga o'tib beramiz mana. 16,300,000 kami bor deycha xayriga o'tib beramiz. Ham chiroyli qo'nadi. Bunisi bor mana. Sementalga o'xshagan mana. Kibrit qapti. Mana. Kuragi yo'q, bo'zak hali birinchisiga mana. Kuragi yo'q. Mana. Yuvoshlar ham 6 oydan o'tgan. 6 oydan o'tgan bo'g'oziga.